Diqqat! Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Biz 100 kun davomida kimsasiz orolda omon qolmoqchimiz. Biz yashash tarzimizni yanada qiyinlashtirishimiz uchun bu okeanda 25 ta turdan ortiq akulalar bor. Ulardan bir nechtasini sanab o'taman. Suvosti kriperi, akvalang, afsonaviy baliqchilar qutisi, yana bir nechta qayiqlar va harbiy kemalar. Bizning bugungi maqsadimiz mana shu kichkinagina orolga omon qolishimiz kerak. Ya'ni bu orolni jannat makon orol qilishimiz kerak. Bu yerdagi barcha akulalarni hamda megalodonni ham katta akvariumga solishimiz kerak. Xullas, men bu yerda bir o'zim emasman, do'stim Bozorvoy ham bor. Xullas, biz oroldagi yagona bo'lgan daraxtni chopdik. Mana endi bizda hech vaqo yo'q. Bizda faqat mana bu durduqul bor. Durduqul bilet. Biz qanday qilib bo'lmasin, durduqulni ham hayotini saqlab qolishimiz kerak. Biz faqatgina okean tubini izlab chiqishimiz mumkin. Nima, okean tubida daraxt bor deb o'ylaysanmi? Chulen. Chulenni go'shtini yeb bo'ladimi? Qara mehaga la'nati. Oba. Bizda yegulik yo'q, lekin biz tez orada yegulik izlab topamiz. Albatta biz ferma quramiz va qo'y qo'zilarimiz ham bo'ladi. Hattoki qishloq aholilari ham bo'ladi. Qana Bozorvoy olg'a. Jinorson nima balo suzib kelyapti? Men qayerda bilaman, balkim kitdir. U juda ham yo'q doim. La'nati nima balo sakrayaptimi? Ha, o'zining mahoratini ko'rsatyapti. Ha, bu 70 ta moblardan faqat ikkitasi xolos. Biz hali okeanni to'liqligicha o'rganganimiz yo'q. Bularning ichida akula, sakkizoyoq, delfin va shunga o'xshagan ko'plab mahluqotlar bor. Biz Bozorvoy bilan okeanni o'rganib, cho'kib ketgan kemalarni qidiryapmiz. Kema bizga ko'plab yog'och berishi mumkin. Chunki oxirgi daraxtni Bozorvoy chopib yubordi. Nima, bitta daraxtda kema qurmoqchimiding? Ha, albatta. Ha, Jinorson, sen bolani. Men qayiqni topdim. Mana endi bizda yog'och bo'ladi. Shoshma, biz bunchalik chuqurlikkacha sho'ng'iy olmaymiz, chunki cho'kib ketishimiz mumkin. To'g'ri, hozircha biz Bozorvoy bilan bunchalik chuqurlikkacha sho'ng'iy olmaymiz. Albatta biz video davomida akvalang ham olamiz. Mana shundagina biz okean tubigacha tushib olamiz. Shoshma, men qayiqni ko'ryapman. Biz suv tagidan yuraymizmi? Esing joyidami? Axir cho'kib ketamiz. Men qayiqqa chiqib oldim. Barcha yog'ochlarni bitta qo'ymasdan teramiz. Xo'sh, biz qayiqdamiz. Lyuk bor ekan. Nima bor ekan ichida? Yo'q toba, nima balo bu? Yo'q toba, nima balo bu? Temir golemlarning arvohimi? Jinorson, menimcha shunaqa o'xshaydi. La'nati. Men bilmayman, ular xavflimi yoki yo'qmi, lekin u bizga tegmadi-ku. Men u yerda nima borligini hattoki ko'rmadim ham. Balki bular cho'kib ketganlarning arvohidir. Bo'pti, bo'lmasam qayiqdagi barcha yog'ochlarni terib olamiz. Va nihoyat biz terib olgan yog'ochlardan bir nechta instrument yasadik va qayiqlar ham. Ha, yana biz kravatlar ham yasadik. Mana endi bemalol dam olamiz. Men borib qayiqning ichidagi mahluqlarni o'ldiraman. Jinorson bularni o'ldirib bo'ladimi o'zi yoki yo'qmi? La'nati, men bittasini o'ldirdim. Nima balodir tushdi? Bu nima, olmosmi? Bunisini ham o'ldirib ko'raylikchi. Mana endi borib ichkarini tekshiramiz. Bu suvosti plazmalar. Bochkaning ichida hech balo yo'q. Hech bo'lmasa ulardan yog'och oldik-ku. Biz bochkalarni ham olamiz. Ulardan sandiq yasasa bo'ladi. Qolgan 3 kun davomida barcha yog'ochlarni terdik. Mana endi o'ljalarni olib uyga boramiz. Jinorson, o'zi uyimiz qaysi tomonda edi? Nima, sen yo'lni esingdan chiqardingmi? Men orolni qayerda ekanligini bilmayapman. Jinorson, men uyga boradigan yo'lni yitirdim. Jinorson, shunaqa ham espas bo'lamanmi? Hoy, orol, qayerdasan? Alyo! Pechenya, men ko'ryapman. Va nihoyat meni orolcham. Ya'ni bizni orolchamiz demoqchi edim. Jinorson, durduqul hali ham tirik ekan. Menimcha u bizni sog'inganga o'xshaydi. Juda ham shirin hid kelyapti. Nima deb o'ylaysan? Mana bu tyulenni yeymizmi yoki akvariumga solamizmi? Axir ulardan hech nima tushmaydi-ku. Mana men nima degandim? Espas, axir men senga videoni boshida shunday degan edim. Mayli, men bir nechta bochkalarni qo'yib chiqaman va resurslarni shuni ichiga joylashtiramiz. Biz mana bu kimsasiz orolda nima yeyishimiz mumkin? Faqatgina baliq. Lekin muammo shundaki, bizda qarmoq yo'q. Biz qarmoq yasashimiz uchun bizga ip va tayoq kerak bo'ladi. Xullas, bizga eng xavfsiz yo'l qayiqqa o'tirib boshqa qayiq izlashimiz kerak. Xullas, biz yetarlicha yog'och oldik. Mana endi keyingi qiladigan ishimiz ozgina tosh va ovqat topishimiz kerak. Men eshik yasadim. Mana endi bemalol borib tosh izlashimiz mumkin. Qo'yil. Qani olg'a. Lekin ehtiyot bo'lishimiz kerak. Menda 4 ta yurak bor, senda-chi? Menda 2 ta. Menimcha cho'kib ketmasam kerak. Men nimadir topdim. Tezroq eshikni qo'y, men nafas olib bilmayapman. Xayriyat. Xullas, biz hozircha quruqlikdamiz. Mana endi tosh izlashimiz kerak. Nima uchun og'ir nafas olyapsan? Meni kallamga kelayotgan g'oyalar nafas yo'limga tiqilyapti. Jinorson, men kriperni ko'rdim, qochish kerak bu yerdan. Jinorson, esing joyidami? Bu kriper emas-ku. Men cho'kib ketyapman.
menga nafas yetmayapti. Jin ursin, haligi maxluq qayerga qo'yib bo'ldi? Men planni bajardim. Mana o'simlik, mana buni yeb ol. Esing joyidami? Men vegetarian emasman. Shoshma, axir men pech yasab bilaman. Nima deb o'ylaysan? Bu ish beradimi? Iltimos faqat ishlasin-da. Mana bizda birinchi yegulik. Qo'yin. Bu Minecraftdagi eng sassiq yegulik. Mayli, yedingmi bo'ldi. Xayriyatki biz durduqulni yemadik. Men borib o'simlik terib kelaman. Borib o'simlik terib kel. Meni bitta yuragim qolgan. Men o'simlik terib yurgan bir paytda bir narsaga ko'zim tushib qoldi. Jin ursin, bu yana nima balo bo'ldi? Men 8 oyoqning miyasini ko'ryapman. Jin ursin, u ham laminariya yeyishga kelgan ekan. Men uni oldiga hayotga bormayman. Nima, uni miyasi ko'rinib turadi deysanmi? Bu mutatsiyami nima balo? Xo'sh, bizda yetarlicha yog'och bor. Mana endi laminariyalarni pishirib olamiz. Endi esa biz bir nechta toshlik instrument tayyorlashimiz kerak. Men tilla topdim. Yo'q-e? Qani, uni men olaychi? Jin ursin, nima uchun men tilla topdim, lekin uni ola bilmadim? Nima, sen toshlik kirkani eshitdingmi? Yo'q, xudoyim, shunaqa ham uy ichi bo'ladimi? Iltimos, kimdir bizni uyimizga yana qo'shilsin. Jin ursin, nima balo nafas olyapti? Nima, sen megalodonni ko'rdingmi? Men ko'rmadim, lekin nimanidir eshitdim. Biz Minecraftda suv osti o'yinini o'ynayotganga o'xshaymiz. Nima balo bu? Men olmos topdim. Men o'rgimchak inini topdim. Mana tayyor ip. Men hozirgina kartoshka topdim. Va nihoyat biz kartoshka qovuramiz. Xayriyat, odamga o'xshab ovqatlanamiz. Biz bir necha kun kovlash ishlari bilan shug'ullandik. Mana biz nima topdik? Qo'yil, hozir 14 ta ketmon yasayman. Lekin biz hali ham kichkinagina orolchada yashayapmiz. Bu yerda hech vaqo yo'q, o'simliklar ham yo'q, hech qayerga ketib ham bilmaymiz. Xullas, bizning keyingi qiladigan ishimiz kichkinagina orolchani kengaytirishimiz kerak. Aytganday, menda kartoshka bor edi-ku. Menga olmoslik ketmon yasab ber. Hozir ko'raylik, yasab olaman. Qo'yil, olmoslik ketmon yasadim. Qoyil. O'zi nima uchun uni yasading? Tushunmadim, hozirgina uni yasading-ku. Hozir men senga bir nima ko'rsataman, qari. Qo'yil, mana kartoshka. Qoyil, tasanno. Mana endi biz bog'bonlik qilamiz. Va nihoyat biz ozgina bo'lsa ham oziq-ovqat olyapmiz. Bizda kartoshka va qarmoqlar bor. Biz bu yerdan faqatgina baliq emas, juda ham ko'p buyumlar olishimiz mumkin. Nima, hattoki yashik ham olamizmi? Albatta. Bu yerda oddiy yashiklar ham bor, afsonaviy yashiklar ham bor. Ularning har birida alohida resurslar bor. Nima deb o'ylaysan? Obunachilarimiz 100 mingta bo'lishi mumkinmi? Albatta, Anilan dublyaj obunachilari biz 100 mingta bo'la olamiz, to'g'rimi? Xo'sh, mana sen olmoslik ketmon yasagan eding, to'g'rimi? Shoshma, hozir men senga bir nima ko'rsataman. Xo'sh, olmoslik qarmoq. Qoyil. Mana endi biz qimmatbaho buyum olishimiz uchun 30% imkoniyatimiz bor. Bizda olmoslik qarmoq bor ekan, mana endi biz bozorvoy bilan bir necha kun baliqchilik qildik. 5 ga 1 uruvchilar qaytdi. Mana buni noma xazina deyiladimi? Aytganday esimdan chiqdi-ku. Axir biz xazinalar ham topamiz. Faqat bu xazinalar qimmatbaho emas. Men olmos topdim. Yo'q, olmosmi? Shoshma, bu biz yasagan qarmoqni o'rnini bosa oladimi? Yo'q, u juda ham qimmat turadi. Obbo. Men oddiy yashik topdim. Xazina xaritasimi? Yo'q. Lekin men senga aytib qo'yam, bu mirtinga qimmat. Mayli, hech bo'lmasa xarita bor-ku. Mana bu yashik anchagina yaxshiroq bo'lsa kerak. Qani edi uning ichida urug'lik bo'lsa edi. Yo'q, doim men uning ichida olmos bor deb o'ylabman. Menda o'lja 3 va portlashdan himoya 4 bor ekan. Qoyil. Jin ursin, ularning birontasi qarmoqqa ilinmayapti-ku. Jin ursin, ularga qarab suvning ustida sakrab yurishibdi. Xullas, men 3 kun davomida baliqchilik bilan shug'ullandim. Mana menda nimalar bor? Yo'q, doim xazina topdik, buni man balo. Yana bizda egar ham bor. Mana endi durduqulni ustiga minsak bo'ladi. Qo'yil. Xo'sh, mana endi barcha xazinalarni ochamiz. Qani ko'raylikchi. Bitta temir bo'lagi? Bitta temir bo'lagi. Zumrad yo'qmi? Obbo. Men hozirgina nazaret qubidan oldim. Bizga bu buyum nima uchun kerakligini bilmasdik. Keyinroq esa nima uchun kerakligini tushunib yetdik. Xullas, 3 kun davomida biz mana shularni ushladik. Mayli, hech bo'lmasa yo'qdan ko'ra bor-ku. Mayli, kechki ovqat uchun hech bo'lmasam bizda baliqlar bor. Xullas, bizning orolchamiz bardak bo'ldi. Bu yerni tartibga keltirib olishimiz kerak. Shuning uchun bularni sandiqqa joylayman. Shu
Bo'lmadi, bu qushga nima bo'lgan o'zi? Abo, toza yurakka to'kildi-da shu qushlar. Jin ursin, u la'nati qush kartoshka yemoqchi ekan. Jin ursin, menimcha uni tomib ketdimi balo? Yo'q, menimcha u chekib olganga o'xshaydi. Xullas, bu bizning yangi orolcha. Xullas, bizning kichkina orolchada sandiqlar, baliqxona va ferma bor. Xullas, bu yerning 4 tomoni okean, qanday kema yasashingning ahamiyati yo'q. Xullas, Bozorvoy ishga kirishdi. Vo, yer la'nati. Sen la'nati baliqchiga o'xshaysan. Xullas, mana endi okean bo'ylab sayrga chiqamiz. Balkim bu yerda cho'kib ketgan kema bordir. Balkim kema ichida xazina bo'lishi ham mumkin. Mana bunga qara. Men zirhlar topdim. Men esa 3 ta oyoq kiyim topdim. Yana qovoq bor ekan. Mana buni xazina desa bo'ladi. Mana endi umuman resurs ko'ramasak ham bo'ladi. Men narigi tomonda sandiqni ko'ryapman. Jin ursin, men hozir cho'kib o'lamanmi nima bo'lo? Ikkita yuragim qoldi. Jin ursin, meni eshigim qayerda edi? Xullas, bu o'yinda bizga akvalang kerak bo'ladi, suv ostida ko'proq yashashimiz uchun. Buning uchun biz suv tagiga sho'ng'ishimiz kerak. U yerda zombi akvalang kiygan bo'ladi. Agar uni o'ldirsak, uni akvalangini olish imkoniyatimiz bo'ladi. Qarang ko'raylikchi, mana bu sandiqda nima bor ekan? Baliq uchun yemish, qarmoq va zumradlar, bug'doy va ko'mir. Okean tubida anchagina qiziqarli narsalar bor. Masalan, mana bu pushtirang perakril. Yana mana bu narsalar, ularning nomini nima ekanligini bilmayman. Pechenya, mana bu nima bo'ldi? Suv osti otlarimi? Mana bu kriperni tasqaraligini qara. Mana buni olib bo'ladimi? Olib bo'lar ekan. Bu pushtirang suv osti oti ekan. Biz okean tubidan anchagina baliqlar topdik. Mana bu nima ekan? Tushunmadim, mana bu chelak qimirlayaptimi? Men ham buni chelak deb o'ylagandim, bu baliq ekan. Xullas, biz birinchi bor akulani uchratdik. Bozorvoy. Nima bo'ldi? Jin ursin, nimalar bo'lyapti Bu o'zi? yerda akula yana tasqara kriperlar bor. Jin ursin, shunaqangi kallasi katta edi. Yo'q, sen mana buni kattaligini qara. Nima deb o'ylaysan? Uni chelakka solib olib ketsa bo'larmikin? Esing joyidami? Shunday katta narsa chelakka sig'adimi? Jin ursin, u chelakka sig'mas ekan. Balkim unga zarba berib ko'rarsan. Opa. Jon xudoyim. U hech nima qilmadi-ku. Jin ursin, kriper orqadan yaqinlashib kelyapti. Endi nima qilishim kerak? Jin ursin. La'nati. Jin ursin, nima bola portlab ketdi. Menga havo yetmayapti. Qani yaqinroq kel. Men uni o'ldirdim. Yo'q, bir zarbadami? Bu biz uchratgan birinchi akula bo'ldi. Yana bor yo'g'i 25 ta turlari qoldi. Megalodonni hisobga olmasa, uni ham bir kun kelib o'ldiramiz. Men cho'kib ketgan akvalangni ko'ryapman. Shoshma, men ham boryapman. Qani bo'la qol la'nati, uni menga ber, senga u kerak emas. Yo'q, jin ursin. Nima, u senga bermadimi? Yo'q. Shoshma, men zirhli kiyimni ko'ryapmanmi? Uni men ham ko'ryapman. Tushunmadim. Nima bo'lo, bu yerda kimdir o'lganmi? Jin ursin, bunaqasini birinchi marta ko'ryapman. Xullas, bu o'lgan askarning kiyimini ko'rganimizdan so'ng bu yerdan chiqishga qaror qildik. Xullas, biz bu yerdan endi ketamiz deb turgan bir paytda uzoqdan kemani ko'rdik. Yo xudoyim, bu kema biz ko'rgan kemalardan eng yaxshisimi nima bo'lo? Narigi tomonda harbiylar kemasi bor ekan. Yo xudoyim. Nima buncha katta bu? Nima bo'lo, uning ichida butun qurol yaroqlar bormi? Bu yerda kimdir borga o'xshaydi. Alo, kimdir bormi? Bu yerda anchagina narsa bor-ku. Bu yerda bochkalar ko'p ekan. Hech kim yo'q ekan. Bemalol kirsak ham bo'laveradi. Nimaga bu kemani tashlab ketishgan? Shuncha buyumlarni ham tashlab ketib bo'ladimi? Balki ularni megalodon yegandir. Ularda tulak ham bor ekan. Ular durduqulli urug'aymoqlarni qirgan ekanlar. Bechora durduqulni oilasi. Essiz durduqulni oilasi. Bu yerda sabzi va tillodan bo'lgan olma bor ekan. Bu yerda yaltiroq tosh va damlama uchun nimadir bor ekan. Xullas, biz bu yerdagi barcha buyumlarni olib ketishimiz uchun ozgina vaqtimizni sarflaymiz. Xullas, biz kemani bo'shatib, ichidagi buyumlarni olib o'tirgan bir paytda miyasi ko'rinib turadigan 8 oyoq yana paydo bo'ldi. Menimcha bu kemadagilarni shu o'ldirgan shekilli. Menimcha u isqirt miyasi bilan yana nimadir rejalashtiryapti. Xullas, biz yana okean tubiga tushishimizdan oldin juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Bu kemani bo'shatishimiz uchun naqd bir kun vaqtimiz ketdi. Qachonlardir bu yerda bahaybat qayiq bor edi. Mana endi borib qaroqchilarning kemasini tekshiramiz. O'zi bizni qornimiz to'q, lekin borib baribir tekshirish kerak. Jin ursin, menga shu kema yoqmayapti-da. Bu yerda ham hech kim yo'qmi nima? Yo'q, bu yerda talonchilar bor. La'nati, ular ko'pchilik ekan-ku. Mayli, boshqa safar kelamiz. Bu haqiqiy qaroqchilarmi? Ha, menimcha shunaqaga o'xshayapti. Xullas, biz orolchani kengaytirishimiz kerak. Xullas, biz o'zimizga kerakli bo'ladigan barcha resurslar bilan qaytib keldik. Mana endi orolni kengaytirish vaqti keldi. Tez orada bu orol dahshat bo'ladi. Albatta, men ham o'z hissamni qo'shmoqchiman. Xullas, biz bir jamoamiz. Xullas, birinchi navbatda orolni yer bilan o'rab chiqamiz. Xullas, mana bu yerga mana bunday qilaman, keyin esa mana bunday bum, keyin esa mana bunday bum. Keyin esa ozgina o'ngroqqa. Ha, boraver, to'g'ri boryapsan.
Men deyarli yaqin keldimmi? Ha, boraver. Yana 5 ta blok qo'ysang bo'ldi. Oh. Nima, sen orolni kengaytiraman deb buvinikiga ketyapsanmi? Yo'q, to'g'risi men yaqin keldim deb o'ylagandim. Xullas, mana bu chegarani men qurdim. Ha, biz qurdik degin. Nega faqat men qurdim deysan? Biz qurdik degin. Xullas, bizda yer ko'p ekan, men qurishda davom etaman. Xullas, men barcha toshlarni pechda kuydirib, ulardan tog' yasayman. Mana bizning mo'jazgina orolchamiz. Oda! Ha, oshna biz orolchamizni gullab yashatyapmiz. To'g'risini aytsam, men hayron qolyapman. Oz vaqt ichida shuncha narsani qurib qo'ydik. Jirursin, Bozorvoy, bunga qarab biz tog' ham qurib ulgurdik. Ha, yana bir gap. Bozorvoy suv ostiga sho'ng'ish uchun yana bir narsa topdi. Qani uni menga ber deyapman uni la'nati. Qani ko'raylikki ulardan biror bir foyda bormi? Jirursin, bunaqa oyoq kiyimlar masxarabozlarda bo'ladi. Jirursin, shunaqa ham katta oyoq kiyim bo'ladimi? Jirursin, sen Michael Jacksonga o'xshab yuryapsan. Men hattoki suv ostida tezroq ham yurib bilaman. Jirursin, men Creeper'ni ko'rdim. Xullas, keyingi bizning maqsadimiz suv ostiga sho'ng'ish uchun kiyimlarni topishimiz kerak. Jirursin, bu yana nima balo bo'ldi? Bu kasatkami? Nima, kasatka deysanmi? Bunga qara, shunaqa ham katta bo'ladimi? Hoy, nimaga boshna? Ehtiyot bo'l, seni o'ldirmasin. Mana senga. La'nati. U meni yaxshigina, la'nati. Sen joydami? Axir bu kasatka-ku. Ahamiyat yo'q, biz barchasini o'ldirishimiz kerak. Qani, la'nati. Men kasatka bilan jang qilyapman. Jirursin, men bunaqaga kelishmagandim. Bo'lmasam qalqondan foydalan. To'g'ri aytasan, qalqon. Xullas, men uni o'ldirishim kerak. Men uni o'ldirdim. Bozorvoy, topchi undan nima tushdi? Hech nima. Yo'q, undan tosh tushdi. Sen joydami? Toshmi faqat? Menimcha bu kitning pochkasida tosh bor ekan. Xullas, biz Bozorvoy bilan okean bo'ylab suzishda davom etdik. Biz cho'kib ketgan akvalang zombilarni topish uchun va yana biz ko'rmagan baliqlarni ham uchratdik. Jirursin, bu yerda kichkina akula bor ekan. Ko'raylikchi chelakka sig'armikan. Men uni chelakka oldim. Ko'rdingmi? Men uni chelakka sig'dirdim. Qo'yil, men uni akvariumga qo'shib qo'yaman. Jirursin, ovoz yomon xunuk ekan. Men uni o'ldirdim. Jirursin, oshna. Men o'ylagandim-ku, u cho'kib ketadi deb. Ha, mayli, bu ham qandaydir bir maxluqqa yem bo'lar. Jirursin, shunaqa ham yomon o'yinchi bo'lamanmi? Menimcha mana bu delfinlarmi? Juda ham qo'rqinchli ekan. Bu oq akulalar bo'lsa kerak. La'nati, mana bu nima balo bo'ldi? 8 oyoqning kichkinasimi? Ha, bu 8 oyoqqa o'xshaydi-yu, lekin kasalmanmi yoki qiltiriqmi? Borib akulalarning oldiga tushaychi. Ularning tishlari juda ham o'tkir. La'nati, ular menga tashlanyapti. Jirursin, uni o'ldirdim, hech nima tushmadi-ku. Bir tiyinga qimmat akula ekan. Bo'lishi mumkin emas. Nimani ko'rding? Men hozir dunyodagi eng zo'r akulani chelakka soldim. Bu nayzalik akula. Akula pechenya? Shoshma, men uni invertorga solib qo'yaman. Shoshma, men mana buni kuchuk bachcha qilaman. Men uni akvariumda emas, men uni uyimda saqlayman. Balki unga prava ham olib berarsan. Men shlem topdim. Qo'ying. Mana endi bemalol suv ostiga sho'ng'i bilaman. Mana endi butun umr suzib yursam ham bo'ladi. Qo'ying. Menimcha Jackpot yutib oldim. Yo'q, xudoyim. Bu eng zo'r yutuq bo'ldi. Xo'sh, nima olding? Men shlem va ishtor yutib oldim. Qo'yil. La'nati, nega uni uloqtirding? Bittasi cho'kib ketdi. Ha, mayli, hech qisi yo'q, lekin yomon emas. Mana endi meni modni javob deb atasang bo'ladi. Yaxshi. Xullas, biz okean bo'ylab suzishda davom etdik va yana eski do'stlarimizni uchratdik. Biz bunga tayyormizmi? Bilmasam, hozir ko'ramizda. Bizda temir instrumentlar va zirhli kiyim bor. Uning ortida yana bir kema bor ekan. Menimcha ularning ichida aholi bor. Men kemada bittasini ko'ryapman. Nima, o bitta o'zimi? Jirursin, yo'q, ular u yerda ko'p ekan. Jirursin, ular deyapman, bo'ldi nima balo? Barchasi qayoqdan sakrayapti? Qani yaqinroq kel, la'nati. Qo'yil, qani kemaga ko'tarilamiz. Ular ko'pchilik-ku. Hech qisi yo'q, xavotir olma. La'nati. Jirursin, bu yerda ko'pchilik ekan-ku. O'ldirish kerak bularni, o'ldir uni. Men bittasini o'ldirdim, qolganlar qayerga g'oyib bo'ldi? La'nati. Jirursin, ularning barchasi pastda ekan. Bozorvoy, tayyor tur, ular talpa bo'lib chiqishyapti. Shoshma, ularni kapitaniga hujum qilamiz. Feber, eshikni och. Jirursin, uning boltasi bor ekan. La'nati. Sandiqning ichida qara nimalar bor ekan. Jirursin, Bozorvoy, bu yoqqa tush. Bitta qilamiz. La'nati. Nimalar qilyapsan? Uzr, men senga bilmasdan ot yordim. Sen joydami? O'zi jonim kam bo'lsa. Bo'ldi, men ularni o'ldirdim.
Bilasanmi nima? Men spawnerni sindiraman. Keyingi safar ferma qurishimiz uchun mana shu spawnerdan foydalanamiz. Keyin kartoshkalardan ko'paytiramiz. Ha, uning uchun bizga tajriba kerak. Shoshma, men yana nimadir eshityapman. Senlar bir narsani eplab bajara bilmaysanlar. Ha, Jinovson, bu yerda ustoz Hamroyev nima qiladi? Bu yerda kemada ustoz Hamroyev bormi? Bizni bu yerda qiladigan ishimiz yo'q. Pechenya bu senmisan? Qadaringlar senlar onang yuribsanlarmi? Jirovson nima uchun baqiryapti bu? Ha, bu ustoz Hamroyev. Jirovson bu ustoz Hamroyev degani osonlikcha o'ldirib bo'lmas ekan. Jirovson ustoz Hamroyevlar nima uchun ko'payib ketdi? Jinovson Hamroyevlar sulolasi bo'ldimi nima balo? Ustoz Hamroyev nomcha o'zini ochib o'tiribsiz. Padaringlar sizda. Sizga padaringiz keladi. Yollanati. Nima bo'lo ustoz Hamroyevlar quturdimi? O, men oxirgi Hamroyevni o'ldirdim. Qoyil ha. Mana endi bu Hamroyevlar kemasini Pechenya kemasi deb ataymiz. Mana endi barcha hayvonlarni akvariumga olib boramiz. Ha, Pechenya to'g'ri aytasan. Ba'zi bir katta hayvonlarni chelakka solib bo'lmaydi. O, mana bu yerda pishirilgan baliq ham bor ekan. Yana ko'plab zumradlar bor. Agar biz haqiqatan aholini uchratsak, ular bilan savdo-sotiq qilsak bo'ladi. O, Jinovson kitoblarning birida ularda Aqua Infinity bor ekan. Jirovson barcha pushkalar ko'mirdan yasalgan-ku. Nima deb o'ylaysan? U yerda aholi bormi? Qo'yin tiriklar bor ekan. O, Jinovson, bir xil aholilar cho'kayaptimi? Ularni qayoqqa o'tirg'izish kerak? Bo'ldi, oshna, men seni ushlab oldim. U nimadir qilmoqchi. La'nat hozir portlaydi. Ammo. O'lib qoldimi nima balo? Bechara aholi Creeperdan qochmoqchi edi. Ha, bechara o'lib qoldi. U seni deb o'ldi bechara. Men uni o'ldirmasimdan oldin baribir o'lib o'tirgandi-ku. Ha, bechara menimcha yaxshi aholi edi. Voy, salom do'stlar, biz yaxshilik tarafdorimiz. Faqat qo'limdagi qilichga e'tibor bermanglar. Salom do'stlar. Axir bu o'ktam-ku. O'ktam eski qadrg'on-ku. Shoshma, biz o'ktamni orolga olib ketishimiz kerak. Axir bizning o'zimizning aholimiz bo'ladi. Nima, sen ular haqida kitob yozasanmi? Balkim kitobni sarlavasi o'ktam bo'lar. Ularni mana bu qayiqqa solib olib ketamiz. O, qo'yil, bizda bittasi bor. Qani o'ktam bo'la qol. Qo'yil. Menda 3 ta aholi bor. Menda ham 3 ta aholi bor. Biz 3 mushketyorlarni olib boryapmiz. Atos, Pratos va o'ktam. O'ktam mana bu shapkachalik. Xullas, mana shunday qilib biz bechora aholilarni qutqaryapmiz. Va nihoyat biz ularni orolga olib keldik. Xo'sh, endi ularni nima qilamiz? Ularni oldin tushirib olaylik-chi. Qo'yil, mana endi bizda ham qishloq aholilari bor. Mana endi ular bilan savdo-sotiq qilsak bo'ladi. Xullas, shunday qilib biz orolga bir nechta uy qurdik ular uchun. Biz qaroqchilar kemasiga borib bir nechta kravatlarni oldik. Keyin esa biz sabzilarni ekdik. Axir aholilarni nima bilandir qornini to'yg'azishimiz kerak-ku. Tez orada bu kimsasiz orolda hayot mujassam bo'ladi. Xullas, biz orolda bir nechta uy qurdik aholilar uchun. Nima gap durdiqul? Mana ular salqinginaga o'tirishibdi. Pechenya, bizda golem ham bor edimi? Qo'yil, mana endi bizda ham temir bo'ladi. Xo'sh, biz yana bir narsa qilishimiz kerak. Bizda kartoshka va sabzi bor, lekin hali ham bug'doy yo'q. Biz bug'doylarni osonlikcha olishimiz mumkin. Xullas, biz mana bu suyaklarni olamiz, ularni qumga aylantiramiz, keyin esa o'tlarga sepamiz. Qo'yil, biz orolimizni gullar bilan bezasak ham bo'ladi. Ha, bozorbo'yi to'g'ri aytasan. Ha, bizni orolchamiz mo'jazgina bo'lish kerak. O'ylaymanki, keyinchalik orolda hayvonlar ham bo'ladi. Keyin esa biz ferma quramiz. Videoni boshida ko'rganingizda biz zo'rg'a yashab o'tirgan edik. Oldimizda durduqildan boshqa hech narsa yo'q edi. Mana endi orolimiz gullab yashnayapti. Bizda aholi bor, temir golem bor. Mana bu yerda sharshara quramiz va ko'plab daraxtlar ekamiz. Xullas, videoning oxirida bizning orolchamiz eng chiroyli orol bo'ladi. Xo'sh, mana endi aholilar bilan savdo-sotiq qilamiz. Xullas, biz buyumlarimizni sehrlab olishimiz kerak. Ular ish yo'qmasmi nima balo? Bo'lmasa mana bunday qilamiz. Bittasi ishlamoqchi nima balo? Qo'yil, bittasi ishlamoqchi. Qo'yil, bo'lishi mumkin emas. Bo'lishi mumkin emas. Shoshma, balki buni sinab ko'ramiz. Yo'q, xudoyim, biz tuzatadigan kitob oldik. Qo'yil, mana shu o'ktam deganing menga yoqib qoldi-da. Mana endi navbat kitob javonlariga. Qani olg'a. Shoshma, uni ismini aniqlab olishimiz kerak. O'ktam bu senmisan? Yo'q, men Mamarayimman. Rahmat senga, Mamarayim. Xo'sh, agar biz barcha buyumlarni sehrlaydigan bo'lsak, bizda mana bu kitobdan 16 dona kerak bo'ladi. Biz suvosti kiyimlarni olishimiz va instrumentlarni yangilashimiz uchun 16 ta kitob kerak. Demak, bizga ko'proq zumrad kerak. Xullas, zumrad topishning eng oson yo'li ularni mana bulardan o'g'irlashimiz kerak. Yana biz okeanga baliqlar uchun tuzoqlar ham qo'yib chiqdik. Xo'sh, filtrlarni joylashtiramiz.
Xo'sh, biz qaroqchilarni o'marib chiqdik. O'ylaymanki, qo'yilgan tuzoqqa ko'pdan ko'p baliqlar tushdi. Biz qayiqlarni o'marib yurgan bir paytda bizni kallamizga bir g'oya keldi. Esingizdami, qaroqchilar kemasida spawner bor edi. Xullas biz yana bir qaroqchilar kemasini topib, ularga hujum qilamiz. Keyin esa ularni kemasini fermaga aylantiramiz. Xullas biz ularni yordamida ko'proq tajriba va zumradlar olib bilamiz. Jin ursin bu qaroqchilarni. Yellanatlar-ey. La'natlari, tajribalarni ko'pligini qara ularni. Ha, zumradlarni aytmaysanmi? Mana endi bizda bitmas tuganmas tajriba va zumradlar bor. Qara orqa. Xullas biz Bozorvoy bilan bir necha kun davomida zumrad qidirdik. Shunday qilib ko'plab kitob javonlarni yasab bilamiz. Buni men seni to'plaganlaringmi? Mana endi meni to'plaganlarimni ko'ramiz. Oho, qoyil. Rahmat. Nima? Hoy, bular meniki. Hozir men senga ularni qaytarib beraman. Xo'sh, biz ko'plab zumrad oldik. Shoshma, bu zumradlar meniki. Va nihoyat biz aholilar bilan savdo-sotiq qilamiz. Xullas men Anilan dublyaj o'z kanaliga dublyaj qilish uchun ketdim. Bozorvoy esa zumrad izlaydi. Jin ursin, la'nati pechenya meni qorong'ida tashlab ketdi. Men bu zumradlarni yaxshi yo'lga ishlataman. Yo'q, doim menda yomon alomatlar 5 bor. Menda ham yomon alomatlar 5 bor. Shoshma, bo'lmasam mana bu kemalardan birini tintuv qilamiz. Nima, sen boshqasiga tashlanmoqchimisan? Xullas sen bilan men mana shu qayiqqa hujum qilamiz, keyin esa orqaga qaytamiz. Hoy, itdan bo'lganlar, men sizlarning yuzingizga tupuraman. Sizlarga oxirgi imkoniyatni beraman. Shoshma, meni bu yerda birozgina ishim bor. Ha, jin ursin, qaroqchilarni o'g'ri urdi. Bu yerdan qochamiz. Bo'ldi oshna, biz uyga yetib keldik. Va nihoyat biz to'plagan zumradlarimizga kitob sotib olib bilamiz. Obbo, bular yana narxni ko'targanmi? Bo'ldi, men ularni zombiga aylantirib, keyin o'z holiga qaytaraman. Chunki ular har doim narxni ko'taryapti. Bo'ldi, men bu gapiga qo'shilaman. Bizda shishalik butilkalar bor ekan. Mana endi damlama tayyorlasak ham bo'ladi. Xo'sh, bir shisha suv solamiz. Jin ursin, bizda olovli qum bor. Xo'sh, bo'lmasam yer osti dunyosiga boramiz. Qo'ying. Qoyil, biz qo'rg'onni oldidamimiz? Shoshma. Tushunmadim, sen nimanidir ko'ryapsanmi? Yo'q xudoyim, axir men hazillashgandim-ku. Va nihoyat biz qo'rg'onni bir martaga topdik. Va nihoyat biz ta'mirlashni yer osti dunyosida qo'lga kiritdik. Oshna, bizda omadimiz keldi. Jin ursin, bizdan yaxshi o'yinchilar bo'lmasa kerak. Yo'q xudoyim, u shundoqqina oldimizda. Yo'q xudoyim, shunaqa ham omadli bo'lamizmi? Bu videoni dublyaj qilgani uchun albatta Anilan dublyajga rahmat. Xullas, olovli tayoqchalardan ko'proq olishimiz kerak. Jin ursin, nima uchun men o'tolmayapman desam, oldinimni to'sib qo'ygan ekansan, la'nati. Yo'q xudoyim, bizda sigirlar bor. Yo'q, sigirlar bormi? Qoyil, biz ekkan o'tlarimizga ular kelishgan. Qo'ying, mana endi bizda ham hayvonlar bor. Ko'ryapsanmi? Mana endi bizda ham bug'doy bor. Sen shishalarni tayyorla, men esa ferma quraman sigirlar uchun. Xo'sh, bitta damlama tayyor. Qani sigirlar, bu yerga kelaveringlar. Hoy, fu, bu yoqqa kel. Jin ursin, sigirlarni oldiga tulen nima qiladi? Hoy, seni, u meni tishlayapti. Nima, bitta tulenga bas kelib bilmayapsanmi? Mana Durduqul, endi seni do'stlaring bor. Lekin seni bu yerda qolishing shart emas. Xafa bo'ldimmi nima? Mana fermamiz tayyor. Bizda go'salacha bor. Agar sizlar ham mana shunday merchlarga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, albatta Anilan dublyaj kanaliga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmang. Biz tez orada 100 mingta bo'lishimiz kerak. Shuning uchun obuna bo'lishga shoshiling. Xo'sh, bizda zombi bor. Uni mana shu yerga kirgizish kerak. Qoyil, uni o'zi qayiqqa o'tirdi. Menimcha u orqadan hujum qiladi aholiga. Shoshma, u asta-sekinlik bilan tegyapti. Qani borib ko'raylikchi, qandaydir ovoz eshitildi. Qoyil, mana u zombiga aylanibdi. Uni ustini yopib qo'yishimiz kerak, quyosh tushmasligi uchun. Bo'ldi, ozgina damini olsin. Bechora Mamarayim o'zini qurbon qildi. Rahmat senga Mamarayim. Biz ham ozgina dam olaylik. Xo'sh, Mamarayimni uyg'otamiz. Mana endi biz tuzatish kitobini anchagina arzonroqqa olamiz. Xo'sh, zumradlarni olamiz, kitobni ham olamiz. Qani nechta olar ekanmiz? 4, 5, 6, 7, 8. Jin ursin, 8-chisiga to'xtab qoldi. Men o'ylayapmanki, anchasiga yetadi deb. Hech qisi yo'q, 9 ta kitob bor. Bu suv ostiga suzishimiz uchun akvalan olishga yetadi. Bizda yana birozgina zumrad bor, kelinglar, unga kitob javoni sotib olamiz. Qoyil, mana sehrli stol. Bo'lmasa buni mana shu yerga joylashtiramiz. Qoyil. Ko'rinishi anchagina chiroyli oshna. Mana endi biz olmosli instrumentlar va olmosli zirhli kiyimlar yasashimiz kerak.
O'zimizda olmos qancha bor? 21 ta ekan. Nima? Faqatgina 21 ta olmos bor xolosmi? Obbo, yana qorga tushimizmi olmos uchun? Xullas biz Bozorvoy bilan olmos qidirishga tushdik. Yana biz kirkalarni olmosli qilib uni sehrladik. Jurorsa, qudrat 4, quvvat esa 3 ekan. Men esa 30-darajaga ham chiqa olmadim. Nima bola, ustimdan kulyapsanmi? Meni omadim 2, qudratim 4, quvvatim esa 3 bo'ldi. Qoyil, omad 2, yomon emas. Buni o'zimga olaman, senga boshqa yasab beraman. Jurorsa, senga esa omad 3 tushdi. Yo'q, meniki bilan almashtiramiz. Nima, menga tushgan narsani almashtirasanmi? Menga senga 3, menga 2 tushdi. Shoshma, men senga boshqa yasab beraman. Jurorsa, nimalar qilyapsan? Nega uni otib yubording? Senga omad 3, menga 2 bo'ladimi? Yo'q, do'yim. Men omad 2 ni ishlatmayman. Mana quvvating hozircha 1. Menga kerak emas. Ammo, ana bola ustimdan kulyapsanmi? Balkim omading kelsa senga quvvating 4 tushar. Ammo 53-darajaga chiqib olishim uchun menda bitta imkon bor ekan. Yo'q, do'yim. Qani, bo'la qoloshna. Nima bo'ldi? Bu yaxshilikkami ish qilib? Qoyil oshna, men bilardim sen yaxshi bola ekanligingni. Qani olg'a oshna. Shoshmay tur, hozir 1 daqiqa. Bizda zirhli kiyim va instrumentlarni sehrlashimiz uchun yetarlicha olmos bo'lgandan keyin ularni maksimal darajasigacha sehrlaymiz. Biz Megalodon bilan kurashganimizda unga imkon qoldirmasligimiz kerak. Biz va nihoyat g'ordan qaytdik. Mana endi bizda 90 ta olmos bor. Menda 11 ta. Obbo, deddomga topshiramanmi nima balo seni? Mana bularni olib o'zingni tikla oshna. Men bularni qaytarib bermayman senga. Ey! Mana endi bizda olmos bor ekan, endi esa olmosli qilich yasaymiz. Balkim bomba yasarmiz. Va nihoyat mana endi biz olmosli zirhli kiyim yasaymiz. Lekin biz suv ostiga suzishimiz uchun akvalang uchun bir nechta buyumlar yetmayapti. Xullas bu bizning keyingi maqsadimiz. O'ylaymanki yana bir nechta cho'kib ketgan akvalanglarni topib bilamiz. Qoyil, menda shilem bor. Menda ishtoni ham bor. Mana endi ustki kiyimini olsam bo'ldi. Oyoq kiyimlari ham bor. Yo xudoyim, deyarli komplekt tayyor bo'ldi. Faqat ustki plastinasi qolyapti. Xullas men uyga qaytib qolgan instrumentlarimni ham sehrlab oldim. Chunki suv ostida suzish yanada osonroq bo'lishi uchun. Mana ustki plastina. Yo'q xudoyim. Yillanadi, qayerga qo'yib bo'ldi? Menda u. Rahmat oshna, uni asrab qo'yganing uchun. Yo'q, u endi meniki. Yana shilem tushyapti. Jirursin 2 marotadan beri ustki plastinani olib bilmayapman. La'nati, bu yana nima bola? U qayerga qo'yib bo'ldi hozir? Tushunmadim, nimani aytyapsan? Hozir bahaybat meduzani ko'rdim. Yo'q, u qanchalik katta edi? Uning kattaligi gaz bilan barobar edi. Bo'lishi mumkin emas. Ishonaver, hozirgina men ekranimda bor edi. Mayli, bo'lmasam biz uni aniqlashimiz kerak. Bu nima ekan? Balki bu okeanda yashiringandir. Oshna, mening invertorimda 3 ta shilem bor. U meniki. Ikkinchi plastinani o'zingga olyapsan. O'zi sendan nechta plastina bo'ldi? Oshna, sen eng yaxshi do'stsan. Mana endi menga qara, menda nima bor? Oshna, agar bu videoni boshida bo'lganda edi, anchagina yaxshiroq bo'lardi. Va nihoyat Bozorvoy ovqat tayyorladi. Qani, kela qol oshna. Va nihoyat mana endi biz suv ostiga suzish uchun akvalanglarni kiyamiz. Mana akvalang kiyimlari komplekt bo'ldi. Mana endi yaxshigina mehnatdan so'ng yaxshigina dam olishimiz kerak. Mana endi orolni birozgina tartibga keltiramiz. Xullas biz Bozorvoy bilan qaroqchilar fermasidan ozgina tajriba orttirdik. Keyin esa barcha instrumentlarni sehrladik. Keyin esa borib qum, tosh va yer oldik. Axir orolni kengaytirib yanada chiroyliroq qilishimiz kerak. Qoyil, mana endi bizda suv va daraxtlar bor. Bu nima? Bu yerda savdogar yuribdi. Biz o'zimizni kichkina orolchamizni jannatmakon orol qilishimiz kerak. Xo'sh, mana biz orolchamizni anchagina kengaytirdik, mana endi u baland bo'ldi. Xullas men birozgina ishlov berdim. Yomon emas oshna, yomon emas. Sen u yerdan chumolga o'xshab ko'rinar ekansan. Yana bizda qayerdandir savdogar paydo bo'ldi eshaklar bilan. Jurursa, uni nima deb ataymiz? Uni Saidnazar deb ataymiz. Shoshma, balki Hamro deb qo'yarmiz. Mayli, unda Hamro deb qo'yamiz. Xo'sh, Hamro savdogar. Mana bizning orolchamizni ko'rinishi. Chap tomonda aholilarning uyi va bug'doy fermasi bor. O'ng tomonda esa kartoshka va sabzilar fermasi bor. Mana bu sandiqlar turgan joyga o'zimizga uy quramiz. Teparoqqa yer osti dunyosiga tushish uchun biz portal qurdik. Mana bu burchakda sehrli stol bor. Hali yana birozgina o'zgartirish kirgizamiz. Bir nechta uylar va sharshara bo'ladi. Bir nechta palmalar quramiz, yana bir nechta daraxtlar bo'ladi. Keyin esa orolni qum bilan o'rab chiqamiz. Shunday qilib orolchamiz plyajga aylanadi. Undan oldin biz mana bu burchakka kattakon akvarium quramiz. Xullas biz bu orolda yashayapmizmi? O'zgartirish kirgizish vaqti keldi. Qani ishga.
Xullas men mana bu hamroni pastga tushirib qo'yishim kerak. Men bu la'nati uchun ham uy qurib beraman shekilli. Ha, mana bu ikkita eshaklarni nima qilamiz? Hozircha mana shu yerda tursin. Xullas unga uy quramiz. Xullas seni qiladigan ishing Hamro, sen ekinlarni zumradlarga almashtirasan. Voy, bizda qo'y paydo bo'libdi. Nimaga boshna? Men o'ylamanki sen uni o'ldirasan deb. Bunga qara, bolalarning ichida qo'ylar ham bor ekan. Nima, o'zlari kirishdimi u yerga? Menimcha bular kelishib olgan shekilli. Ha, bu yerda tovuq ham bor ekan. Bo'lmasa ularni ko'paytiramiz. Sizlar hali ham kanalga obuna bo'lmadingizmi? Kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Agar shunga o'xshagan videolar chiqishini xohlasangiz, albatta kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Yo, qoyil, mana bizda buzoqcha ham bor. Nima buzoqcha? Axir bu go'salacha. Mana men Hamroga uyini qurdim. Bo, la'nati bozorvoy mana bu yerga bekor daraxtlarni ekkanda. Yo'q xudoyim, Hamro o'zini tashlamoqchimi? Menimcha unga bu yer yoqmayapti. Menimcha u eshaklardan xavotir olyapti. Menimcha bu o'lganmi nima bola? U hali ham tirik ekan. Balkim bularni ursak ichidan shokolad tushar. Xullas, mayda detallarga e'tibor berib, mana bu katta platforma esdan chiqibdi. Chunki men uni tog'da qurgan edim. Yana bizda yog'ochlar tugayapti. Biz yana qaroqchilar kemasiga borib, ularni tunashga qaror qildik. Axir bizga yog'och kerak. Biz anchagina tez ishladik, chunki bizning sehrlangan instrumentlarimiz bor. Xullas, biz oroldagi barcha narsalarni birlashtirdik. Qo'yil, qara bizda daraxt o'sibdi. Bizning birinchi daraxtimiz. Mana buni sehrgarlik desa bo'ladi. Yo'q, bu sal g'alati ko'rinyapti. Xo'sh, bizning orolimizda makaronlar tiqilib yotibdi. Mana endi ularni terib olishimiz kerak. Jiroqcha pechenya borgan sari orolchamiz juda ham chiroyli bo'lib boryapti. Ha, to'g'ri aytasan bozorvoy, anchagina chiroyli bo'libdi. Qara, atrofimizda qushlar uchib yuribdi, hayvonlarimiz ham bor, daraxtlar o'sgan. Jiroqson Hamro qayerga g'oyib bo'ldi? Nima, u o'lib qoldimi? Qayerdan bilaman, men uni ko'rmayapman. Biz uni buyumlarni olganimiz uchun u o'zini o'ldirdi bilmam bola. Bizda kichkinagina muammo bor. Baliqlarga qo'ygan tuzog'imiz ishlamayapti. Balki tuzoqlarni yanada pastroq tushiramiz. Ko'raylikchi, bu ish berarmikan? Bu ish beryapti. Demak, ularni pastroq tushirish kerak ekan. Ha, mayli, kutib o'tiramiz, kutib. Qoyil, birinchi balig'imiz tushdi. Boshqa darajalarda ham baliqlar uchun tuzoqlar bor. Masalan, obsidiandan. Xo'sh, kelinglar, yana bir nechta tuzoqlarni o'rnatib chiqamiz. Jirorson, mana bu nima balolarni ushlagan? Pechenya, ehtiyot bo'l. Jirorson, nimalar bo'lyapti o'zi? Yo'q, do'yim. Jirorson bu baliqni emas, baliqning bo'qlarini ushlayapti. Balki bu filtrlarni yangilash vaqti kelgandir. Ha, lekin bizga tillo kerak ekan. Balkim qisqichbaqalarni ushlarmiz. Shoshma, u nimalarni ham juda ham tez ushlayapti. Qara, filtr juda ham tez to'layapti-da. Qoyil, mana endi menda qisqichbaqalarni ushlash uchun tuzoqlar bor. Mana qara, men nimalarni yaratdim. Jirorson, u baliqlarni ushlayapti-ku. Qisqichbaqalarni ushlash uchun ularda filtr yo'q ekan, shuning uchun biz qisqichbaqani faqat yarmini oldik. Mana meni balig'imni ol. Kerak emas menga. Xullas, men bozorvoy bilan tushlik qilib kelmoqchi edim, lekin bozorvoy ozgina ishlayman dedi. Xullas, 3 soat davomida bozorvoy faqat resurs yig'ish bilan shug'ullandi. Bizda ikkita sandiq bor. Marhamat, ochib ko'rishing mumkin. Qani, nima balo terib kelgan ekansan? Yo'q, xudoyim. Xo'sh, qanday shikolat qilibmanmi? Yo'q, xudoyim, nima balo qilding? Men yer osti dunyosiga tushib tillo qidirdim. Keyin esa 1 soat vaqtim obsidian qidirish uchun ketdi. Birozgina yonadigan toshlardan oldim, yana birozgina olmos va qurt qumursqalar. Yana men mana buni ishlatdim. Nima balo bu? Mana endi bizda ta'mirlash va omad bor. Oshna, men bo'lmaganimda sen yaxshigina ishlabsan. Ha, oshna, mana endi bizda tillo va obsidian bor. Mana endi tuzoqlarni obsidiandan tayyorlaymiz. Mana men obsidiandan 15 ta tuzoq yasadim. Lekin bu filtrlar faqat yer osti dunyosida ishlaydi. Demak biz yer osti dunyosiga tushamizmi, nimadir ushlamoqchi bo'lsak? Qiziq, juda ham qiziq. Qani, baliqlar uchun obsidian tuzoqlarni qo'yib chiqaylikchi. Mana endi filtr va qurtlarni qo'yib chiqamiz, ko'ramiz nima ushlarkanmiz. Yo'q, xudoyim, nima balo tushdi? Unga marvarid va tillo tushibdi. Nima, marvaridning ichida tillo bor ekanmi? Bu qimmatbaho toshlarmi? U biz uchun qimmatbaho toshlarni teryapti. Ehtiyot bo'l. Bo'ldi, meni bu yerda ishim tugadi. Ularni shu yerda qoldiramiz, yana keyinroq ulardan xabar olamiz. Xo'sh, mana endi yer osti dunyosiga tushamiz. Ko'raylikchi, u yerda nima ushlab bilar ekanmiz. Xo'sh, bularni qayerga joylashtiramiz? Vulqonga joylashtiramizmi yoki burchagigami? Menimcha vulqonning ichiga tiqsa kerak. Lekin u ko'rinmaydi-da. Ha, uni yo'qotib qo'yishimiz ham mumkin. Balki buni mana shu yerga qo'yarmiz. Yaxshi qo'ya. Jirorson, yer ostiga tushib baliqchilik bilan shug'ullanamiz.
balkim qadimiy qoldiqlarni toparmiz. Yo'q, bo'lishi mumkin lekin. Balki buni mana bu yerga qo'yib, ustidan vulqon to'ksakchi, biz ularni mana shunday ko'rib bilarmidik. Xo'sh, qani ko'raylikchi, vulqonning ichidan nima tushar ekan? Bu o'lik qummi? Menda nazorat qumi bor. Agar biz 9 ta nazorat qumini oladigan bo'lsak, bitta nazorat bo'lagini yasab olamiz. Bu degani 81 ta nazorat qumini oladigan bo'lsak, mana shunda bizda komplekt zirhli nazorat kiyimlari bo'ladi. Xullas, men butun vulqonni obsidian tuzoqlari bilan to'ldirib chiqishga qaror qildim. Xullas, biz bu yerga 50 ta obsidian tuzoqlarini qo'yib chiqdik, boshqa sig'madi. Biz 3 soat davomida yig'gan obsidianlarni hammasini ishlatdik. Jiroson 6 uyum obsidian bor edi. Besh daqiqadan so'ng biz 54 ta nazorat qumidan oldik. Xullas, biz ulardan 6 ta nazorat bo'laklari yasab olamiz. Qoyil, o'zi biz bu yerda hech kimdan so'ramasdan ferma ochdik. Jinorson, lekin bizda qurt qolmadi. Mana endi yana yetarlicha qurt olishimiz uchun ularni kutamiz. Xullas, biz qanday bo'lmasin butun zirhli kiyimlarimizni va qurol-yarog'larimizni nazoratdan qilamiz. Biz uyga qaytayotganimizda Bozorvoy suvda nimanidir ko'rdi. Pechenya, bu bahaybat kitmi? Nima deysan, agar uni bu yerga olib kelsak? Uning uchun akvarium quramizmi? Sen jo'ynama, akvariumga kit sig'adimi? Urinib ko'ramiz. Operatsiya akvarium. Xo'sh, qani kit? Men uni ko'ryapman. U bir joyda suzib o'tiribdi. Shoshma, mana o'ng tomonga qara, o'ng tomonga. Jinorson, shunaqa ham katta bo'ladimi? Xo'sh, qaysi birini olasan? Men mana bunisini olaman. Ko'raylikchi, uni arqonga tortib ketib bo'larmikan? Jinorson, nima buncha katta bu? Men kitni ushladim. Men kitni itvachchaday arqon bilan tortib yuribman. Ko'p xursand bo'lmoqda, men ham kit ushladim. Jinorson, biz kitlar bilan do'st bo'lamiz. Jinorson, kit bilan suzib yurish bu maroqli. Axir u suvda har xil tryuklar qiladi. Sal g'alati bo'lyapti-da, biz hayvonlarni qiynayotganga o'xshaymiz. Mayli, bo'lmasam ularni mana shu yerga bog'lab qo'yamiz. La'nati, u nima qilyapti? Bu nima qilyapti bu? Jinorson nima bola uchyaptimi? Hozir orolni dabdala qiladi. Bozorvoy, menimcha o'lib qoldimi nima balo? Menimcha sen arqonni qattiqroq bog'lagansan, shuning uchun o'lib qoldi. Sen uni o'ldirding. Yo'q, menimcha u uxlayapti. U tirik, mana ko'ryapsizlarmi? U tirik. La'nati. Bo'lmasam men buni mana bu yerga bog'lab qo'yaman. Balki unga birozgina suv beramiz. Shoshma, bo'lmasam men ham uni shu yerga bog'lab qo'yaman. Agar biz kelajakda kitlarning uyi bo'lishini xohlasak, uning akvariumi juda ham katta bo'lishi kerak. Biz kitlarni ushlab bog'lab qo'ygandan so'ng, biz Bozorvoy bilan yana nima olib kelishni o'yladik. Xullas, biz topshiriq bajarish uchun bastionga tushdik. Xullas, biz olmoslik qarmoqlarimizni nazoratlik qildik. Keyin esa biz uni sehrladik. Uning sehri dengiz omadi deb nomlanadi. Mana endi ko'ramiz, qarmoq bilan kashalot ushlab bilarmikinmiz. Ular shu yerda. Yo'q, xudoyim. Xavotir olmanglar, tez orada biz sizlarga akvarium quramiz. Xullas, biz boshqa xazinalar to'la sandiqlarni ham olishimiz kerak. Xullas, biz olmagan oddiy va noodatiy iz qoldi. Xullas, biz afsonaviy, epический va afsonalini olishimiz kerak. Qoyil, menda afsonaviy bor. Qoyil, men hozirgina shuni o'ylab turgandim. Ko'ramiz, ichidan nimalar chiqar ekan. Yomon emas. Dengiz yuragi, olmos, oltin, dengiz nafas olishi? Mayli, yomon emas. Tushunmadim, bu yerda dinamit ham bor edimi? Men uni olgandim. Qani bo'la qol, yana davom etishimiz kerak. Qoyil, yana bitta afsonaviy quti tushdi. Nima? Bo'lishi mumkin emas. Bilasanmi, amerikanlarga bir g'oya keldi. Mana men o'ylagan g'oya. Mana menda ham tayoq bor. Bo'ldi, men suv ostiga sho'g'iyman. Bo'ldi, xafa bo'lma Bozorvoy, kela qol oldimga. Jinorson, suvni tagidan tayoq ham chiqadimi? Nima bo'pti? Menda ham tayoq bor. Yo'q, xudoyim, biz anchagina narsa yig'ib qo'yibmiz-ku. Yo'q, xudoyim, bular qayerdan paydo bo'ldi? Ularni otish kerak. Nima bilan otamiz? Axir bizda qarmoq bor xolos. Jinorson, buncha fantom qayerdan paydo bo'ldi? Yo'q, xudoyim. Xullas, biz Bozorvoy bilan 1 soat davomida anchagina buyumlar yig'dik. Mana qaranglar. Mana bizning xazinamiz. Yo'q, xudoyim. Aytgancha, menda 2 ta afsonaviy quti bor edi. Kelinglar, uni ochamiz. Nima balo bu? Mayli, hech bo'lmasa yana bitta dengiz yuragi bor-ku. Yo'q, xudoyim. Bo'pti, bo'lmasam barcha sandiqlarni ochib chiqamiz. Xullas, mana biz yig'gan qimmatbaho buyumlar.
Xullas 25 ta olmos, anchagina temirlar, bir nechta kitoblar va 4 ta nazoratviy qum bor. Xullas 1 soat davomida baliqchilikdan yig'gan narsamiz mana shular bo'ldi. Mana bu esa meniki. O, bambuk bormi? Ha, bambuk. To'g'risini aytsam, men bambuk olamiz deb hech ham o'ylamagandim. Bilasizlarmi, men nima uchun bunchalik xursandman? Chunki bu ikkinchi biz ekadigan o'simlik. Bu yer yanada chiroyliroq bo'ladi. Bo'lmasam ularni ekaman. Lekin biz hali ham g'ayritabiiy sandiqni olganimiz yo'q. Xullas keyingi rejamiz butun orolni yangilashimiz kerak. Ya'ni burchaklarni qum bilan to'ldiramiz. Axir boya aytganimdek, bu yer plyajga o'xshash kerak. Xullas qum solishdan oldin birinchi navbatda yerlarni qo'yib chiqamiz. Chunki qumni solganda suvga botib ketmasligi uchun. Mana plyaj tayyor. Mana bizning orolning hozirgi ko'rinishi. Biz yana bu yerga, masalan, gulxan yoqishimiz ham mumkin. Lekin hali bu yerga baliqchilar portini qurishimiz kerak. Xullas biz hali g'ayritabiiy sandiqni olishimiz kerak. Shuning uchun ishga kirishamiz. Axir u sandiq juda ham katta bo'ladi. Ha, qo'ying. Ha, qo'ying. Xullas biz buning yordamida nazoratviy qarmoqlarimiz bilan g'ayritabiiy sandiqni olishimiz mumkin. Biz okean tubiga tushishimiz ham mumkin, lekin nimadir ilindi. Bu oddiy baliq ekan. O, bo'lishi mumkin emas. Bunga qarab pechenya. Nima? Bo'lishi mumkin emas. Va nihoyat. Yo'q xudoyim. Ha, men uni topdim. G'ayritabiiy sandiq. Men uni birinchi urinishda topdim. Demak, haqiqatan ham baliqchilar porti bizga yordam berdi. Biz bu yerga soatlab o'tirdik, lekin g'ayritabiiy sandiqni olish uchun bitta port qurganimiz yetarli bo'ldi. Xo'sh, Bozorvoy, mana endi uni ochishni senga topshiraman. Yo'q, xudoyim, davleniya ham ko'tarilib ketdi-ku. U yerda g'ayritabiiy narsa bo'lishi ham mumkin, hech narsa bo'lmasligi ham mumkin. Bo'ldi, men uni mana bu yerga qo'yaman. Qo'yib ochamizmi? 3, 2, 1, qani olg'a. La'nati, shuncha ushlaganimizga shumi? 1 soat davomida portni qurgan edik. Bahaybat plyaj qurdik, port qurdik. Mana bu sandiq bizga eshakni qulog'ini berdi. Yo'q, xudoyim. Xo'sh, endi bu sandiqni nima qilamiz? Xullas, menga bu sandiq kerak emas, borib mizg'ib olaman. Xullas, kechagi voqeadan so'ng anchagina xafa bo'ldik. Lekin esingizda bo'lsa, biz tuzoqlar qo'yib kelgan edik. Borib ko'raylikchi, nimalar bor ekan. Xo'sh, obsidianlik tuzoqlarimizga baliqlar tushibdi. Birozgina tillo, birozgina marvarid. O'zi marvarid bilan biror nima qilsa bo'ladimi? Boshqalarga esa temir va balobattarlar. Men o'ylagandimki, bunday tuzoqlar delfinni yoki bo'lmasam akulani tutadi. Xo'sh, mana endi borib yer ostiga qo'ygan tuzoqlarimizni ko'ramiz. Ko'raylikchi, nazoratviy zirhli kiyim yasash uchun nimalar bor ekan. Jirosa, nima uchun ular bizni otyapti? Ehtiyot bo'l, Bozorvoy. Jirosa, o'zlaringizni bosing, la'natlar. O'zingizni bosing, aka-uka gapslar. Unutun padar la'natlarni. Axir bizda portal bor-ku. Lekin uyga qaytish yo'q. O'ylaymanki, bu tuzoqlar bizni xafa qilmaydi. Xo'sh, ko'raylikchi. Xo'sh, 6 ta nazorat bo'laklari. Yana 6 ta nazorat qoldiqlari ham bor ekan. Yomon emas. 2 uyum nazorat qoldiqlari bor. Yo'q, xudoyim. Oshna, so'ramasdan brakonyerlik qilyapmiz, lekin bu ish beryapti. Yana qayerda? Yer osti dunyosida. Obunachilar, faqat sizlar hech kimga aytmanglar. Qani topchi, menda qancha nazorat bo'laklari bor? 12 tami? 19 tami? Oshna, Bozorvoy, mana endi nima yasasak hammasiga yetadi. Boshdan oyoq nazoratli zirhli kiyimlar qilamiz. Albatta, instrumentlarimizda ham. Ha, mayli, endi bu yerni yopamiz. Bu yerda hech qanday iz qoldirmasligimiz kerak. Bu yerdan ketamiz, lekin qaytib kelmaymiz. Xo'sh, mana endi yangilanamiz. Mana bizda nazoratli zirhli kiyimlar bor. Biz Bozorvoy bilan yaxshigina harakat qilyapmiz. Biz ikkimiz kichkinagina orolchani mana shu darajaga olib keldik. Mana endi bizning 3 ta maqsadimiz bor. Birinchi maqsad okeanni o'rganib chiqib, barcha akulalarni tutib va megalodonni o'ldirishimiz kerak. Lekin biz hali uni ko'rganimiz yo'q. Ikkinchisi, mana bu orolni jannat makon orol qilishimiz kerak. Uchinchisi, bahaybat akvarium qurib, barcha hayvonlarni akvariumga joylashtirishimiz kerak. Birinchi navbat biz akvarium quramiz. Chunki ikkita kitni bog'lab qo'ygan edik, o'lib qolmasa deyman. Biz Bozorvoy bilan lapatkani qo'lga oldik va damlama tayyorladik. Xullas, bu damlama suv tagiga sho'ng'ilganimizda bizga anchaginagacha havo yetkazib turadi. Mana bizda 2 sandiq to'la shisha bor. Biz lapatkalar bilan kovlab, ularning ustiga vulqon quydik. Chunki ularni eritishimiz kerak edi. Yana biz mana bu yerga hujra qurdik. Menga yo'qdi lekin. Biz bu shishalar bilan dunyodagi eng katta akvariumni quramiz. Bizga katta emas, juda ham katta akvarium kerak. Ular hali ham nima bo'layotganini tushunmayapti.
Lekin biz akvarium qurishimiz kerak. Balkim akvariumga kirish yo'lini berkitarmiz. Uni sharsharani tagiga qursakchi. Ha, yomon emas, to'g'ri o'ylabsan. Kichkinagina kirish yo'li mana shu yerda bo'ladi. Xullas biz pastga tushamiz, mana u qanday ko'rinadi. Xullas do'stlar, agar biz sentyabrgacha 100 mingta bo'ladigan bo'lsak, men mana bu merchlardan birini sizlarga sovg'a qilaman. Obuna bo'lishni unutmang, omadli ishtirokchi siz bo'lishingiz mumkin. Xo'sh, ana bo'lmasam boshladik. Men mana bu yerga birozgina suv quyaman, chunki pastga yumshoqqina tushishimiz uchun. Keyin u kengayib akvariumga qo'shiladi. Ha, yomon chiqmayapti, to'g'rimi? Hozircha ko'rinishi mana shunday bo'lyapti. Mana bahaybat tunnel okean orqali o'tyapti. Bozorvoy ichkaridagi suvlarni tashqariga tortyapti, chunki biz ichkariga kirishimiz uchun. Xullas akvariumning ko'rinishi mana shunday bo'ladi. Xullas bu yerda 4 ta akvarium bo'ladi va 5-inchisi videoning oxirida ko'rsatamiz. Mana bu bahaybat kitlarga qaranglar, lekin bu hali ham yetarlicha emas. Xullas biz Bozorvoy bilan bahaybat akvarium uchun devorlarni ko'taramiz. Biz akvarium qurayotganda bir narsaga duch keldik. Yo'q, xudoyim. La'nati, bu kitga nima balo bo'lgan? La'nati, bu bahaybat maxluq o'zi kitmi, nima balo bu? O'shda biz hozirgina akvariumni injin ursin. Qayerga qo'yib bo'ldi? Bo'lmasam uni ham akvariumga solamiz. Jin ursin, uni nimaligini ham bilmaymiz-ku. Ha, lekin akvarium deyarli tayyor bo'ldi. Biz uni juda ham bahaybat qurdik. Bozorvoy, mana bu yerni yopishni unutibsan-ku. Men hozir shu bilan shug'ullanaman. Xullas biz Bozorvoy bilan bilmas edik bu akvariumni qurish uchun qancha shisha ketishini. Xullas biz borib yana ko'proq qum olib kelib, qumni kuydirib, uni shishaga aylantirdik. Xullas buning uchun biz bir necha soat vaqtimizni sarfladik. Men bu videoni dublyaj qilguncha chakaklarim og'rib ketdi. Shuning uchun obuna bo'lishni unutmang. Xullas bir necha soat qiyinchilik, qum topish, uni shishaga aylantirish, qo'llarim og'rib ketdi, chakaklarim undan battar og'ridi va nihoyat akvarium tayyor bo'ldi. Bu proyekt meni hardkor dunyoyimdan yaxshiroq bo'ldi. Nima deb o'ylaysan? Bu akvariumga qancha shisha ketdi? Ikkitalik sandiqdan 7 ta ketgandir. Yo'q, xudoyim, o'zimiz kichkinagina sandiqchadan boshlagan edik. Agar biz mana bu yerga tushadigan bo'lsak, akvariumning ichini ko'ra bilamiz. Mana bu akvariumlarni birlashtiradigan tunnel. Mana bu esa uning ko'rinishi. Ko'rib turganingizdek suv osti kriperi suzib yuribdi. Balki bu yerda kriperlar ko'proq bo'lar. Yo'q, ularni jinim suymaydi. Yana biz mana bu yerga tushib bemalol yashasak ham bo'ladi, Leviathan bilan birga. Agar u tashqariga chiqadigan bo'lsa nima qilamiz? Ha, barchasi rasvo bo'lardi. Mana biz bahaybat akvariumni qurdik. Endi uni to'ldirish kerak. Xullas biz Bozorvoy bilan okeanga sho'ng'idik. Xullas biz u yerdan o'zimiz bilan nimalarnidir olib kelishimiz kerak, chunki akvariumga nimalarnidir qo'yish kerak. Mana bu sening qarindoshlaringmi? Shumadan boshiga nima kiygan? Bu kitayskiy shapkacha. Men xohlaymanki bu akvariumda ko'proq baliqlar bo'lishini. Qoyil, birinchi akvariumning ko'rinishi yomon emas. Xo'sh, bizda tropik baliqlari va suv osti otlari, yana bir nechta yulduzchalar. Qoyil. Xullas biz okeandan qo'limizga ilinganni oldik. Axir akvariumni nimalar bilandir to'ldirish kerak-ku. Qara, kela qol katta kichkintoy. Yo'q xudoyim. Mana bu boshqa gap. 8 oyoq. Men 8 oyoqni tutdim. Qoyil. Uni akvariumga olib kelyapman. Qana bu yoqqa kel, la'nati tasqara. Shoshma, uni o'zim ishlayman. Qana bo'la qol, uni mana bu yerga olib kelish kerak. Biz bir narsani tushundik. Qancha ko'p sho'ng'isak, shuncha ko'p akulalar kelar ekan. Biz shunday akulalarni uchratdik, ularni umrimizda uchratmagan edik. Jin ursin, nima buncha uni og'zi katta? Pecheniya, sen buni ko'ryapsanmi? Qanaqa tvar bu? Bu bahaybat akula. Og'zini qaranglar. Yo'q, xudoyim, uni og'ziga men ham siqaman. Xullas ularning joyi akvariumda. Bu yer sizlarning yangi uyingiz. Jin ursin, akulalar ko'payib ketdi-ku. Biz akvarium bilan mashg'ul bo'lganimizda bir narsa paydo bo'ldi. Bu akulani hamma afsona deydi. Bozorvoy, bunga qara, pastga qara. Nima balo bu? Menimcha bu megalodon. Yo'q xudoyim, bu afsona emas, u haqiqatan ham bor ekan. Men buni o'ylab topilgan deb o'ylagandim. Lekin men uni yanada kattaroq bo'ladi deb o'ylagandim. Men ham shunday deb o'ylagandim. Juda ham tez suzar ekan. Jin ursin, juda ham tez suzar ekan. Mana u yaqinlashdi. Qara, o'ldir uni, hozir suzib ketadi. O'ldir uni deyapman. Jin ursin, meni o'qlarim unga ta'sir qilmayapti. Yo'q, biz uni unday o'ldirib bo'lmaymiz. Shoshma, axir bizda uchishli nayza bor-ku. Jin ursin, u seni kuzatib yuribdi. U suv ustida suyapti. Xuddi akula kinyosiga o'xshaydi-ya. Jin ursin, yomon qo'rqdim. Yo'q, xudoyim. Shunaqasi ham bo'ladimi? Qani bo'la qol, nayzani sehrla. Unda mustahkamlik yo'q-ku. Ta'mirlash ham yo'q. Bo'lmasa buni sadoqatli qilib sehrlayman. Bo'lmasa men uni o'zim tomonga chaqiraman. Jin ursin, mana bu sigirlardan qanday qilib tajriba olaman. Qani bo'la qol, bu seni qo'lingdan keladi. Menda birozgina mustahkamlik bor. Qani bo'la qol, sol uni.
Jirursa uning terisi eshak teri bo'lib ketgan, nayza ham olmayapti. Nima, terisi shunchalik baquvvatmi? Men uni nayza bilan urdim, nayzani tishi qat bo'ldi. Shoshma, bunday qilamiz. Mana senga. Men unga tekkazdim. Jirursa uni jahli chiqdi. Bo'lmasa bu yerdan qoch. Qani oshna qayiqqa o'tir. Xo'sh, u bizni tagimizda suzib yuribdi. Qani Bozorvoy olg'a. Qo'yin. Yo tavba, yo xudoyim. Jirursa, menimcha uni jahli chiqdi, bilaman bola. Hozir bizni qayiqimizni ag'daradi. Qani bo'la qol pechenyani mana kutyapsan, ketish kerak bu yerdan. Shoshma, pechenya, menda bir qo'ya bor. Uning uchun bizga bir ozgina temir kerak bo'ladi. Shoshma, uni deyarli joni ketyapti. Qara, men uni deyarli o'ldirdim. Bo'lmasa bos uni. Men uni o'ldirdim. Qo'yin, sen megalodonni o'ldirding. Yo xudoyim. Siz uni akvariumga olib qola olmaymiz-da. Bizda umuman imkon yo'q. Agar uni olganimizda edi, barcha akulalarni yeb yuborgan bo'lardi. Ha, aytganday akula, biz anchagina akulalar yig'ib qo'ydik. Mana ularga bir qarang. Ular bir-biridan bahaybat. Menga akulalar ichidan mana bunisi yoqdi, chunki uning og'zi juda ham katta. Yo, sizlar mana buni og'ziga qaranglar-da. Jinorsa, u meni tortyapti. La'natay, uni og'zini tinch qo'y. Xullas, akulalar uchun akvarium tayyor. Xullas, mana bu tomonda akulalar yetarli. Mana bu yerda esa bitta yetmak 8 oyoq bor. Xullas, men boshqa 8 oyoqlarni ko'rmadim. Menimcha u bitta yetim bo'lsa kerak. Akvariumning mana bu tomoni juda ham bahaybat. Biz uni boya uchratgan maxluq uchun yasab qo'ydik. Biz hali bilmaymiz bu qizil maxluq qanday ekanligini. Bu hali ham sirligicha qolyapti, lekin u mana shu yerga sig'ar edi. Xullas, Bozorvoy anchagina suv ostiga cho'ng'igandan so'ng u mana nihoyat qaytib keldi. Yo xudoyim, nima buncha katta bu? Yo xudoyim, mana shu uning ko'zlarimi? Jirursa, uning qimirlashi menga yoqmayapti-da. Yellanati, nima buncha bu qiltiriq bu? La'nati, bu 8 oyoqlarni yer ekan. Ha, mana u 8 oyoqlarni yeyapti. Yo xudoyim. Yavlamay yutyapti-ku. Men uni arqon bilan ushlashga harakat qilaman. Yellanati, hozir meni yeydimi nima balo? Yo xudoyim. Menimcha u meni o'rganib chiqayotganga o'xshaydi. Men uni qaysi ko'ziga qarashim kerak? Yoki unga kamon bilan otib ko'raymi? Yo xudoyim. Yo xudoyim, yaqinlashib kelyapti. O'ylaymanki, mana bu teshikka usig'adi. Bozorvoy, teshikni kattaroq qil. Yo xudoyim. Qani, bo'la qol. Men qo'limdan kelgancha tezroq harakat qilyapman. Bo'la qol, biz deyarli yetib keldik. Jirursa, men qo'rqib ketyapman. Qani, bo'la qol. Qani, yana ozgina, yellanadi. Mana bo'la qol. Mana endi tezgina to'siqlarni qo'yib chiqamiz. Menimcha u ichkariga qoldi. Menimcha u chiqishga harakat qilyapti. O'tira olmay, u chiqib keta olmaydi. Jirursa, u menga hujum qilyapti. Meni bor yo'g'i 3 ta yuragim qoldi. Menimcha unga yangi uyi yoqmayapti. Qoyil, biz Leviafanni ushladik. Jirursa har tomondan menga qarayapti. Chunki sen uni u yerga tiqding-da, shuning uchun senga qarayapti. Tushunmadim, u yerga 8 oyoq qayerdan paydo bo'ldi? Hozir uni yeydi. Mayli, biz uni ovqatlantirdik deb hisoblaymiz. Borib uni tunneldan ko'raylikchi qanday ko'rinar ekan. Yo xudoyim. Jirursa, u bizni orqa dumi bilan urishga harakat qilyapti. Ha, bu akvarium anchagina omadli bo'ldi. Bizning akvariumda 8 oyoq Leviafan va yonadigan otlar bor va ko'plab akulalar. Ha, aytganda yana bizda kit ham bor. Xo'sh, mana bu tomonda esa tropicheskiy baliqlar bor. Xullas, Bozorvoy, barchasi omadli bo'ldi. Xo'sh, bizni yana bir necha kun vaqtimiz qoldi. Mana endi shu bir necha kun ichida orolni gullab yashnatishimiz kerak. Xullas, orolga birinchi navbatda men sharshara qurmoqchiman. Xullas, men sharsharani qurishni boshlayman. Qani, bo'la qol, orolni suv bilan to'ldir. Qo'yil, mana sharsharaday bashara. Yana menga o'rgimchak ini kerak. Uni burchaklarga qo'yib chiqaman. Xullas, uzoqdan ko'rinishi tumanga o'xshaydi. Qo'yil, yomon emas. Sen borib o'rgimchak inini olib kel. Men orol bilan o'zim shug'ullanaman. Qani, bo'la qol Bozorvoy, biz videoni tugatishimiz kerak. Yana g'or topishim kerak. Xullas, reja bunday. Xullas, men tog'ni uchida shamol tegirmonni qurmoqchiman. Keyin esa uning parraklari juda ham bahaybat bo'ladi. Keyin esa men bir nechta har xil daraxtlardan ekmoqchiman. Keyin esa birozgina dekorativni bezak beraman. Masalan, gulxan, keyin esa o'tiradigan o'rindiqlar, yana har xil daraxtlar, balkim bambuk ham ekarman. Birozgina jungliga ham o'xshaydi. Balkim sochiqlar ham ilarsan. Yaxshi g'oya. Bo'lmasam bambuk o'rnatishdan boshlayman. Mana endi orolga o'xshab boryapti. Oshna, pechenya, men keldim. Qara, men sening uchun nimalar olib keldim. Qo'yil oshna, barakalla. Xullas, buni burchaklarga o'rnatib chiqaman. Xuddi sharsharadan tuman ko'tarilayotganga o'xshaydi. Jinorsa, men tiqilib qoldim. Shoshma, bo'lmasam men ham bir nima qo'shib qo'yay. Oshna, nimalar qilib qo'yding? Bitta blok bilan hammasini rasvo qilding. Sen dunyodagi eng rasvo blokni mana shu yerga keltirib qo'yding. Qayerdan bilaman? Men o'ylayapmanki, sharshara bilan bir xil turadi deb. Bozorvoy, bezmi yasandi. Xo'sh, barchasi yaxshi o'syapti.
Hoy Bozorboy, senga bir topshirig'im bor. Ammo yanami? Sen mana bu yerdagi yo'lakchalarga mas'ul bo'lasan. Ammo. Ha, mayli. Men esa tog'ning tepasiga shamol tegirmonni quraman. Va nihoyat tugatdim. O'ylaymanki, sen men bilan faxrlanasan. Qani ko'laylikchi nimani qurding? Oha, oshna, yomon emas. Xo'sh, senga yoqdimi? Ha, dahshat. Xullas men mana bunga o'xshatib qurdim. Ha, men buni sezdim. Axir men nimadandir ilhomlanishim kerak edi. Oshna, mana shuni o'zi ilhom edi. Sen shunchaki tepadagi uyni olgansan, bu yerga ko'chirib qo'ygansan. Lekin uning tomi boshqacha. Yo'lakchani bezatibsanmi? Ha, mana bu yerga ham bir nechta qo'shimchalar qo'shdim. Mana bu shishalik chambara. Jirursin, mamarayim bilan o'ktam u yerda nima qiladi? Ha, ular cho'milishyapti. Yuvilmagan oyoqlari bilan kirgan. Mana endi kelinglar, men qurgan shamol tegirmonni ko'ramiz. Yo'q, xudoyim. Menimcha parraklarni juda ham bahaybat qurganman. Orqadagi tegirmoni ko'rinmaydi. Hoy, mana bu yerchi. Ha, yana birozgina bezak bersa bo'ladi. Qoyil. Yo xudoyim. Yo xudoyim. Xo'sh, bizda katta daraxtlar ham bor, katta toshlar ham bor. Qara, mana bu yerda gulxan yonyapti. Mana bu yerda esa kichkina toshlar ham bor. Mana bu yerda plyajda soyabonlar, sochiq ham bormi? Men qizilini, sen esa fioletivini olasan. Shoshma, buncha ip bu yerda nima qiladi? Bunisiga e'tibor berma. Xullas Bozorboy menga yoqdi. Rahmat. Mana endi orolning ko'rinishi ajoyib bo'ldi. Manzarali joylar desa ham bo'ladi. Yana chiroyliroq bo'lishi uchun bir nechta palmalar qo'shamiz. Mana shundagina orol butunlay tayyor bo'ladi. Lekin yana bir nechta tugatmagan ishlarimiz bor. Yo xudoyim, bu yerda qushlar uchib yuribdimi? Axir qushlar uchun bu yer tayyor uy. Bu jannat makon o'lka butun okeanda bitta bo'ldi. Xullas bugun 100-kun bajaradigan bitta ishimiz qoldi. Biz Durduqul uchun muqaddas makon qurishimiz kerak. Axir u biz bilan 100 kun yashadi. U birinchi kunni biz bilan kichkinagina orolchada boshladi. Biz qancha qiyinchilik ko'rgan bo'lsak, biz bilan birga bo'ldi. Xullas Durduqulning ham o'rni bor. Mana endi unga bir uy sovg'a qilamiz. Qara, Durduqul, meqa kel oshna, aylanay o'zim. Durduqul, marhamat, mana bu sening taxting. Qani Bozorboy, uni mana bu yerga bog'lab qo'y. Qo'yil, mana Durduqul uchun muqaddas makon. Mana Durduqulning ham uyi bor. Men hattoki Durduqulga akvalang sovg'a qildim. Aytib bo'lmaydi, suv ko'tarilib orolni suv bosishi mumkin. Oshna, to'g'ri o'ylabsan. Durduqul sabzini yaxshi ko'radi, to'g'rimi Durduqul? Biz unga oddiy sabzi emas, tillodan bo'lgan sabzi beramiz. Qoyil. Mana bu yer sen uchun yashil makon bo'ladi. Xo'sh, mana endi yo'lakchani qurib bitkazamiz. Xo'sh, Durduqulga qara, qanday turibdi? Durduqul taxtiravonda turibdi. Agar Durduqulni yaxshi ko'rsang, obuna bo'lib qo'yishni unutma. Agar sentyabrgacha 100 mingta obunachi yig'sak, men mana bu merchlarimdan bir nechtasini bir nechta obunachilarimga sovg'a qilaman. Xullas biz 100 kun davomida kimsasiz orolga yashab, mana shu darajagacha olib keldik. Agar videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, like bosib obuna bo'lishni unutmang.